Assalomu alaykum YouTube'imiz kuzatuvchilari. Sizlar uchun, ya'ni eski usta aka-ukalarimiz uchun tanish bo'lgan Kron firmamizga tegishli mana shunday Kron bolgarkalarimiz yetib kelgan akalar. Eng arzon narxlarda bugun obzorimizda ko'rib chiqamiz akalar. Bizda hozirchasiga ikkita modeli mavjud. 18000 modeli, 18003 modeli mavjud akalar. Xo'p akalar, buni farqi nimada? Bir hozir videoni oxirigacha ko'rib tursangiz tushuntirib o'tib ketaman. Narxlari bo'yicha ham aytib o'tib ketaman akalar. Birinchi o'rindan narxiga kelib turadigan bo'lsak, 480 ming so'mga 450 ming so'm qilib beramiz. Kam-ketigi bor sizlar uchun, faqat obunachilarimiz uchun akalar. Bugun obzorimizda mana shu Kron 18000 modelda aytib turadigan bo'lsak, 1300 vatli bo'ladi. Ya'ni 1.3 kilovatli motor quvvati, toza sadmotkali, medni, to'g'rirog'i 8500 ming оборот akalar. Xo'p, akalarim, buni hisobsiz variant edi. Keyin akalar, bunda skorost yo'g'i. Keyin ikkinchi o'rnimizga kelib turadigan bo'lsak, Kron firmamizda mana shu sopli modeli, ya'ni skorslari bor modeli akalar, ko'ryapsizlar. Bu ham yaxshi, garantiyasi bor, sifatli, 180 tali bo'ladi. Mana 18003 modelimiz. Xo'p, 1800 watt, ya'ni 1.8 kilovat motori, quvvati sadmotkali bo'ladi. 180 mm da toshlar tushadi. Hamda 8500 ming оборот bo'ladi. 220 ga bemalol ishlayveradi akalar. Xo'p, buni eski usta akalarimiz juda ham yaxshi tushunishadi. Bitta qo'lda bemalol ko'tarsalar ham bo'ladi akalar. Bu jichcha nisbatan og'irroq misligi sababli. Xo'p, akalarim, buni 12 viloyatga dostavka xizmatimiz bor. Manzilimiz Qo'qon Yangi bozor. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Instrument do'konimizga kelaverasizlar. Qo'qondagi Yangi bozordagi akalar instrument do'konimizga tashrif buyuraverasizlar. Svarga, parad islami, picholka islami, любой turdagi narsalarimiz mavjud. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Like tugmasini bosib qo'yish ham esdan chiqmasin akalar.